Assalomu alaykum yurtdoshlar. 11-iyun hafta kuniga chorshanba Chiroqchi mashina bozoriga biz yetib keldik syomka qilish uchun. Birinchi qism Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'ladi. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzun so'raymiz. Biz kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Bitta like tugmasini bosib qo'yasiz. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzun so'raymiz. Birinchi qismimiz Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'ladi. Chiroqchi mashinalar rosa ko'p kirgan. Qo'ldan kelgancha oldimizdan chiqqan mashinalarni ham ko'ramiz. Shu Mokri Nexia 2 dan boshlaymiz biz syomkamizni. 2015 Lux diskansioner ekan. Balonlari yangi. Qo'ltiq holatlari yaxshi turibdi, qo'ltiq holatlar. Bitani bor ekan. Kechatagan oldilar. Zo'r turibdi ekan lekin mashina. Razmerlari zo'r turibdi. Balonlari yangi ekan. İchki holatlari. Qimmat akamiz qimmat chexollar ham taqib qo'yibdi ekan. Chexollar ham qimmatdan taqib qo'yibdi ekan. Ivakor polik qilingan ekan. Akamiz telefon raqamlari 88lik 618 1011 66 million bo'lsa beraman deyapti. Dollarga 5000 dollarga so'mga 66 million so'm bo'lsa beraman deyapti. 2015 Lux diskansioner. Kraskalari, eshiklarida, kirlarida petnosi bor deyapti. Unda udari yo'q deyapti. Motor korobkada umuman ish yo'q deyapti. 180 ming yurgan probik. Xullas umuman ish yo'q deyapti. Hadovoy, motor, balon hamma ishi zo'r deyapti. Chiroqchi mashinasi. 88lik 618 1011 66 million so'mga 5000 dollarga. Navbatdagi mashinamiz Nexia 1. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Ishingiz zo'rmi? 2004 da ishlab chiqarilgan Nexia 1. Akamiz oldi orqa pechat deyapti. Lasit rollar qo'yilgan. Chexol qimmatdan qo'yilgan ekan. Lasiti bar, polik. Metani bor ekan. Orqada holatlari. Razmerlar zo'r.